bugun men pensiya oladigan har bir inson bilishi shart bo'lgan juda muhim masalani tushuntiraman. Gap shundaki, yangi tartiblar va nazorat kuchaygani sababli ayrim harakatlar pensionerlar uchun jiddiy muammo keltirib chiqarishi mumkin. Pensiya to'xtatilishi, ortiqcha to'langan pul qaytarib undirilishi, hujjatlar qayta tekshirilishi yoki imtiyozlar bekor bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu video faqat bitta odamga emas, pensiya olayotgan ota-onalarimizga, bobolarimizga, buvlarimizga, ularning farzandlariga ham tegishli. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntiraman. Pensionerlarga nimalar taqiqlanadi? Qaysi holatlarda xavotirga tush kerak? Qaysi holatlarda esa qo'rqishga asos yo'q? Qanday hujjatlarni tayyorlab qo'yish kerak va muammo chiqmasligi uchun qayerga murojaat qilish lozim? Videoni oxirigacha ko'ring, chunki eng muhim nozik jihatlar aynan o'rtada va oxirida bo'ladi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing, chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam o'z pulini, vaqtini va asabini asraydi. Avvallari ko'p hollarda pensionerning ma'lumotlari alohida joylarda yurardi. Masalan, pensiya jamg'armasida bir ma'lumot, bankda boshqa ma'lumot, soliq organida boshqa ma'lumot, fuqarolik holati bo'yicha alohida ma'lumot bo'lishi mumkin edi. Odamlar ko'pincha o'zgarish bo'lsa ham darhol xabar bermas edi. Kimdir ishga kirganini aytmasdi. Kimdir chet elga uzoq muddatga ketganini bildirmasdi. Kimdir manzilini o'zgartirib, pensiya hujjatlarida eski manzilni qoldirardi. Ilgari bu ma'lumotlar kechroq aniqlanar, ayrim holatlarda umuman e'tibordan chetda qolardi. Endi esa vaziyat o'zgaryapti. Davlat organlari o'rtasida elektron axborot almashinuvi kuchaydi. Bank kartalari, soliq tushumlari, ish haqi, tadbirkorlik faoliyati, yashash joyi etganlik, chet elga chiqish, nogironlik hujjatlari, nafaqa va pensiya ma'lumotlari ko'proq tekshiriladigan bo'ldi. Bu nimani anglatadi? Bu shuni anglatadiki, pensioner o'zida bo'lgan muhim o'zgarishni yashirib yursa, ertaga tizimning o'zi buni aniqlashi mumkin. Aniqlangandan keyin esa masala oddiy ogohlantirish bilan tugamasligi mumkin. Men bu yerda odamlarni qo'rqitmoqchi emasman. Aksincha, maqsadim shuki, har bir pensioner va uning oila a'zolari qaysi harakatlar muammo tug'dirishini oldindan bilsin. Chunki pensiya bu oddiy yordam emas, qonun bilan belgilanadigan to'lov. Uni olish uchun shartlar bor. Shartlar buzilsa, davlat ortiqcha to'langan summani qaytarishni talab qilishi mumkin. Ba'zan odam aybdor bo'lmasa ham hujjat vaqtida yangilanmagani uchun ortiqcha ovora bo'ladi. Birinchi muhim masala, pensioner o'z ma'lumotlarini yashirmasligi kerak. Bu eng asosiy qoida. Masalan, siz pensiya olasiz, lekin yashash joyingizni boshqa tumanga ko'chirdingiz. Agar bu o'zgarish tegishli idoralarda to'g'ri aks etmasa, sizga xabarnoma kelmay qolishi. Qayta tekshiruv o'tkazilganda sizni topa olmasliklari yoki hujjatingiz bo'yicha savol tug'ilishi mumkin. Ayrimlar men baribir kartadan olaman, manzil nimaga kerak deb o'ylaydi. Lekin manzil pensiya ishida muhim ma'lumot hisoblanadi. Chunki tekshiruv, chaqiruv, aniqlashtirish, imtiyozga oid ma'lumotlar ko'pincha yashash joyi bilan bog'liq bo'ladi. Ikkinchi masala, pensioner ishga kirsa yoki daromad manbai paydo bo'lsa, buni qanday tartibda rasmiylashtirishni bilish kerak. Hamma pensioner ishlasa pensiyasi to'xtaydi degan gap noto'g'ri. Yoshga doir pensiya olayotgan ko'plab odamlar qonuniy ishlashi mumkin, lekin ayrim turdagi nafaqalar, kompensatsiyalar, kam ta'minlanganlik bo'yicha yordamlar, parvarish puli yoki qo'shimcha to'lovlar aynan daromadga bog'liq bo'lishi mumkin. Masalan, bir pensioner 20 million 200 ming so'm pensiya oladi. Qo'shimcha ravishda kam ta'minlangan oila sifatida yordam oladi. Keyin farzandi nomiga emas, o'z nomiga kichik savdo faoliyatini rasmiylashtiradi. Agar bu daromad hisobga olinsa, yordam miqdori o'zgarishi yoki bekor qilinishi mumkin. Muammo daromad topganida emas, daromadni yashirganda paydo bo'ladi. Uchinchi masala, boshqa odamning pensiya kartasidan foydalanish. Bu juda keng tarqalgan holat. Ota yoki ona qarib qolgan bankka bora olmaydi. Kartani o'g'liga yoki qizga beradi. Farzand pulni yechib keladi. Bu holat o'z-o'zidan jinoyat degani emas. Agar pensioner tirik bo'lsa, rozilik bergan bo'lsa, pul uning ehtiyojlariga ishlatilsa. Lekin bu yerda katta xavf bor. Agar pensioner vafot etsa, lekin oila a'zolari bank kartasidan pul yechishni davom ettirsa, bu taqiqlanadi va juda jiddiy oqibatlarga olib keladi. Chunki vafot etgan kundan keyin noto'g'ri to'langan pensiya davlatga qaytarilishi kerak bo'ladi. Misol uchun, pensioner yanvar kuni vafot etdi, lekin fevral va mart oylarida kartaga pensiya tushdi. Yaqinlari esa 2 oy davomida 2 million 800 ming so'mni yechib oldi.
keyin bu aniqlansa, mazkur pulni qaytarish talab qilinadi. Ayrim holatlarda huquqni muhofaza qiluvchi organlar ham aralashishi mumkin. 4-masala. Nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi olayotgan shaxslar qayta ko'rikdan o'tish muddatini o'tkazib yubormasligi kerak. Bu juda muhim. Agar nogironlik muddatsiz belgilanmagan bo'lsa, tibbiy mehnat ekspert komissiyasi yoki tegishli tibbiy organ tomonidan qayta ko'rik muddati bo'ladi. Ko'p odamlar mening ahvolim o'zgarmagan, demak o'zim borishim shart emas deb o'ylaydi. Lekin hujjatda muddat ko'rsatilgan bo'lsa, qayta tasdiqlash talab qilinadi. Muddat o'tib ketsa, to'lov vaqtincha to'xtashi mumkin. Masalan, ikki guruh nogironligi 2025 yil 1 iyulgacha belgilangan bo'lsa, siz iyuldan oldin hujjatlarni tayyorlashingiz kerak. 1 avgustda borib, nega pul tushmadi deb so'rasangiz, tizimda muddat tugagan bo'lishi mumkin. Keyin hujjat to'g'rilanadi. Lekin bir necha hafta yoki oy kutishga to'g'ri keladi. 5-masala chet elga uzoq muddatga chiqish. Pensioner chet elga vaqtincha davolanishga, farzandlariga, mehmonga ketishi mumkin. Bu taqiqlangan emas. Lekin ayrim hollarda doimiy yashash uchun ketish, ro'yxatdan chiqish, boshqa davlatda doimiy yashash maqomini olish pensiya to'loviga ta'sir qilishi mumkin. Bu holatni har bir pensioner oldindan aniqlashtirish kerak. Misol uchun, bir inson 6 oyga Rossiyadagi farzandinikiga ketdi. U O'zbekistondagi ro'yxatdan chiqmagan, pensiyasi kartasiga pul tushyapti, vaqti bilan foydalanadi. Boshqa bir inson esa butunlay boshqa davlatga ko'chib ketdi. Doimiy yashash hujjatini oldi. Lekin bu haqda hech kimga xabar bermadi. Bu ikki holat bir xil emas. Shuning uchun chet elga ketishdan oldin pensiya jamg'armasi yoki tegishli xizmat markazidan o'zingizga tegishli tartibni so'rab oling. 6-masala. Pensioner nomiga soxta hujjat rasmiylashtirish mutlaqo taqiqlanadi. Bunga soxta ish staji, noto'g'ri ish haqi ma'lumotnomasi, aslida ishlamagan, yillarni ishlagan qilib ko'rsatish, nogironlik holatini sun'iy ravishda rasmiylashtirish. Vafot etgan odam nomidan to'lov olish kabi holatlar kiradi. Bunday holatlar keyin aniqlansa, faqat pensiya qayta hisoblanmaydi, balki ortiqcha olingan mablag' qaytariladi. Masalan, odam 25 yil ish staji bor deb hujjat topshirdi. Lekin tekshiruvda 5 yil staj tasdiqlanmadi. Agar shu 5 yil sabab pensiya miqdori oshgan bo'lsa, ortiqcha to'langan summa hisoblab chiqiladi. Ba'zan bu 2 million emas. Bir necha yil davomida yig'ilib 20-30 million so'mga ham yetishi mumkin. Endi men juda muhim narsani aniq aytaman. Hamma pensioner voyimaga tushish kerak emas. Agar siz pensiyangizni qonuniy olayotgan bo'lsangiz, hujjatlaringiz to'g'ri bo'lsa, yashash joyingiz, pasport ma'lumotlaringiz, bank kartangiz, nogironlik hujjatlaringiz tartibda bo'lsa, hech kim sizdan pensiyani asossiz olib qo'ymaydi. Qonuniy pensiya insonning haqqi hisoblanadi. Yangi tartiblarning asosiy maqsadi oddiy pensionerni qiynash emas, noto'g'ri to'lovlar, yashirilgan ma'lumotlar va soxta hujjatlarni aniqlashdir. Masalan, siz yoshga doir pensiya olasiz, har oy bank kartangizga pul tushadi. Ba'zida farzandingiz pulni yechib beradi. Siz tiriksiz, o'zingiz rozisiz, pul sizning dori-darmon, oziq-ovqat, kommunal to'lovlaringizga sarflanadi. Bunda xavotirga sabab yo'q, lekin men baribir maslahat beraman. Agar siz doimiy ravishda o'zingiz bankka bora olmasangiz, ishonchnoma masalasini tartibga soling. Chunki ertaga bank yoki idora pulni kim olyapti deb so'rasa, rasmiy asos bo'lgani yaxshi. Yana bir misol, siz pensiyada bo'lsangiz ham. Maktabda qorovul, bog'chada hamshira, korxonada maslahatchi yoki do'konda sotuvchi bo'lib qonuniy ishlayapsiz. Ish beruvchi sizni rasmiy ro'yxatga olgan, soliq va ijtimoiy to'lovlar belgilangan tartibda yuritilyapti. Bunday holatda ham avtomatik ravishda endi pensiya bekor bo'ladi deb o'ylamang. Lekin siz olayotgan to'lovning turi muhim. Yoshga doir pensiya bilan ijtimoiy nafaqa bir xil emas. Shuning uchun o'zingizning to'lovingiz nomini aniq biling. Bu yoshga doir pensiyami, nogironlik pensiyasimi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi, ijtimoiy nafaqami yoki qo'shimcha kompensatsiyami? Endi istisnolar va ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat shuki, pensiya bilan nafaqa bir narsa emas. Ko'p odamlar hammasini pensiya deb ataydi. Lekin huquqiy jihatdan farq bor. Pensiya odatda ish staji, badal, yosh nogironlik yoki boquvchini yo'qotganlik kabi asoslar bilan belgilanadi. Nafaqa esa ayrim hollarda ehtiyoj, daromad darajasi, ijtimoiy holat yoki alohida qarorlar bilan bog'liq bo'ladi. Shuning uchun bir to'lovga ruxsat berilgan holat boshqa to'lovda cheklov bo'lishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat, bank kartasi sizning nomingizda bo'lsa ham, uni boshqalarga berish ehtiyotkorlik talab qiladi.
Men ko'p ko'rgan holat, pensioner kartasini nabirasiga beradi. Nabira esa pulning bir qismini o'z ehtiyojiga ishlatadi. Keyin oiladan nizo chiqadi. Pensioner, men pulimni olmadim deydi. Bank esa karta orqali yechib olinganini ko'rsatadi. Bunday vaziyatda isbotlash qiyin bo'ladi. Shuning uchun kartani kimga berayotganingizni o'ylab ko'ring. Eng to'g'ri yo'l ishonchli shaxsga notarial ishonchnoma qilish yoki bankda qonuniy vakillik tartibini so'rash. Agarim xizmatlar uyga borib, xizmat ko'rsatish tartibini ham tushuntirishi mumkin. 3-nozik jihat. Pensionerning vafotidan keyingi to'lovlar. Bu masalada hech qachon hali hech kim bilmaydi. Keyin ko'ramiz deb o'ylamang. Vafot holati qayd etilgandan keyin ma'lumotlar baribir tizimlarga tushadi. Agar shu orada pensiya kartasidan pul yechilgan bo'lsa, keyin qaytarish kerak bo'ladi. Oila a'zolari qilish kerak bo'lgan to'g'ri ish, vafot haqidagi guvohnomani olgandan keyin tegishli pensiya organiga murojaat qilish. Daf puli yoki berilishi mumkin bo'lgan boshqa qonuniy to'lovlar tartibini so'rash. Kartadagi mablag' bo'yicha bankdan va idoradan aniq ma'lumot olish. Qonuniy yo'l bilan olinadigan to'lov bo'lsa, uni rasmiylashtiring. Lekin yashirincha yechish keyin muammo beradi. 4-nozik jihat, ish staji hujjatlari. Ko'p pensionerlar eski mehnat daftarchasini yo'qotgan, korxona yopilgan, arxiv topilmaydi, ish haqi ma'lumotnomasi yo'q. Bu holatda odamlar ba'zan tanish orqali biror ma'lumotnoma qilib olamiz degan xatoga yo'l qo'yadi. Men buni qat'iy tavsiya qilmayman. To'g'ri yo'l arxivga murojaat qilish, sohibi korxona hujjatlari qayerga topshirilganini aniqlash. Sud orqali yuridik faktni belgilash imkoniyati bor yo'qligini so'rash. Guvohlar ko'rsatmasi qaysi holatda qabul qilinishini mutaxassisdan aniqlash. Soxta qog'oz bugun yordam bergandek ko'rinishi mumkin, lekin ertaga katta qarzga aylanishi mumkin. 5-nozik jihat, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki nafaqasi. Bu turdagi to'lovlarda o'qish, yosh, oilaviy holat, ishga joylashish kabi shartlar muhim bo'lishi mumkin. Masalan, talaba bo'lgan farzand o'quvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lov olayotgan bo'lsa, o'qishni tugatishi, akademik ta'tilga chiqishi yoki o'qishdan chetlatilishi to'lovga ta'sir qilishi mumkin. Agar bu haqda vaqtida xabar berilmasa, ortiqcha to'lov yuzaga keladi. Keyin men bilmagan edim deyish har doim ham javobgarlikdan ozod qilmaydi. 6-nozik jihat, nogironligi bo'lgan shaxsning ahvoli yaxshilansa yoki guruh o'zgarsa. Bu holatda ham to'lov miqdori o'zgarishi mumkin. Masalan, bir guruhdan 2 guruhga o'tish, 2 guruhdan 3 guruhga o'tish yoki nogironlik muddati tugashi pensiya yoki nafaqa miqdoriga ta'sir qiladi. Ba'zan odamlar oldin shuncha olardim, nega kamaydi deb hayron bo'ladi. Sabab ko'pincha ekspertiza xulosasida bo'ladi. Shuning uchun tibbiy xulosalarni diqqat bilan o'qing, muddatini yozib qo'ying, nusxasini saqlang. 7-nozik jihat, qo'shimcha imtiyozlar. Kommunal to'lovlar bo'yicha kompensatsiya, dori-darmon uchun yordam, parvarish puli, yolg'iz keksalarga beriladigan yordam, mahalla orqali ajratiladigan ijtimoiy yordamlar har doim bir xil shartda berilmaydi. Ayrimlari oiladagi daromadga, ayrimlari ro'yxatga, ayrimlari nogironlik guruhiga, ayrimlari yolg'iz yashash holatiga bog'liq. Masalan, pensioner yolg'iz yashovchi sifatida yordam oladi. Keyin uning uyiga farzand doimiy ro'yxatga kiradi. Bu yordam shartlariga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun ro'yxatga kiritishdan oldin oqibatini o'ylash kerak. Endi men pensionerlar va ularning farzandlari bajarishi kerak bo'lgan aniq qadamlarni aytaman. 1-qadam. Pensiya hujjatlaringizni tartibga keltiring. Pasport yoki ID karta nusxasi, pensiya guvohnomasi, bank karta ma'lumotlari, mehnat daftarchasi, ish stajiga oid arxiv ma'lumotnomalari, nogironlik bo'lsa tibbiy xulosa. Ishonchnoma bo'lsa, uning nusxasi alohida papkada tursin. Hamma hujjatni bitta joyda saqlang. Farzandlaringizga ham qayerda turganini ayting. Chunki ko'p muammo hujjat yo'qolgan paytda boshlanadi. 2-qadam o'zgarish bo'lsa, kutib o'tirmang. Manzil o'zgarsa, pasport ma'lumoti almashsa, bank kartasi yangilansa, familiya o'zgarsa, nogironlik muddati tuqqasa, ishga kirsangiz, chet elga uzoq muddatga ketsangiz, yordam turi o'zgarsa, tegishli idoraga murojaat qiling. O'zi bilib oladi deb o'ylamang. Tizimlar ko'p narsani aniqlaydi, lekin siz oldindan xabar bersangiz, keyingi muammolar kamayadi. 3-qadam. Pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga borib, o'zingizning to'lovingiz bo'yicha yozma yoki elektron ma'lumot oling. Savolni aniq bering. Men olayotgan to'lov turi nima? Ishlasam ta'sir qiladimi? Chet elga chiqsam qanday tartib bor? Nogironlik muddatim qachon tugaydi?
qanday holatda xabar berishim shart? Og'zaki javob ham foydali, lekin iloji bo'lsa ariza yozib javobni rasmiy shaklda olish yaxshiroq. Chunki keyin tushunmovchilik bo'lsa, sizda asos bo'ladi. 4-qadam, ariza yozishni biling. Arizada ism, familiyangiz, tug'ilgan sanangiz, yashash manzilingiz, telefon raqamingiz, pensiya turi, muammo mazmuni aniq yoziladi. Masalan, mening nogironlik muddatim yakunlanishi munosabati bilan pensiya to'lovim to'xtab qolmasligi uchun qayta ko'rikdan o'tish tartibini tushuntirib berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Yoki men vaqtincha chet elga chiqmoqchiman. Pensiya to'lovimga ta'siri bo'yicha rasmiy tushuntirish berishingizni so'rayman deb yozasiz. Arizani topshirganda qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi yoki raqamni oling. 5-qadam, bank kartasi masalasini tartibga soling. Agar pensioner o'zi pul yecha olmasa, kartani kim ishlatayotgani aniq bo'lsin. Ishonchnoma rasmiylashtirish kerakmi? Bank vakillikni qanday qabul qiladi? PIN kodni boshqalarga berish xavfi qanday? Karta yo'qolsa nima qilish kerak? Bularni oldindan biling. Karta yo'qolsa darhol bankka qo'ng'iroq qilib bloklash kerak. Agar karta orqali shubhali pul yechilgan bo'lsa, bankdan operatsiyalar tarixi olinadi va zarur bo'lsa ariza yoziladi. 6-qadam. Ortiqcha to'lov chiqsa, yashirinmang. Ba'zan idora sizga falon oylar uchun ortiqcha to'lov bo'lgan deydi. Bunday paytda hujjatlarni ko'rib chiqing. Nima sabab ortiqcha to'lov bo'lganini so'rang. Hisob kitobni yozma shaklda talab qiling. Agar rostdan ham ortiqcha to'lov bo'lsa, uni qanday tartibda qaytarish mumkinligini kelishing. Agar hisob kitob noto'g'ri deb o'ylasangiz, yuqori turuvchi organga shikoyat qilish yoki sudga murojaat qilish huquqingiz bor. Lekin hech qachon xatni e'tiborsiz qoldirmang. Chunki e'tiborsizlik qarzni kattalashtirishi yoki majburiy undirishga olib kelishi mumkin. 7-qadam, soxta vositachilardan ehtiyot bo'ling. Pensiyangizni oshirib beraman, staj qo'shib beraman, nogironlik guruhini hal qilib beraman, qarzingizni yo'q qilib beraman degan odamlarga pul bermang. Qonuniy masala hujjat bilan hal bo'ladi, va'da bilan emas. Agar kimdir sizdan pul so'rasa, kvitansiya bermasa, rasmiy idora nomidan gapirib, lekin hujjat ko'rsatmasa, juda ehtiyot bo'ling. Eng to'g'ri yo'l bevosita rasmiy idoraga murojaat qilish. 8-qadam, farzandlar ota-onasining pensiya masalasiga befarq bo'lmasin. Ko'p keksa odamlar yangi tartiblarni tushunmasligi, telefon orqali kelgan xabarni o'qimasligi, ariza yozishni bilmasligi mumkin. Farzandlar oyga bir marta bo'lsa ham bank tushumlarini, hujjat muddatlarini, tibbiy ko'rik sanalarini tekshirib qo'ysin. Bu nazorat ota-onaning puliga egalik qilish emas, ularni muammodan himoya qilishdir. Bugungi asosiy xulosa shuki, pensionerlarga eng katta xavf pensiya olishning o'zi emas, balki muhim o'zgarishlarni yashirish, hujjatlarni yangilamaslik, boshqa odamning kartasidan noto'g'ri foydalanish, vafot etgan shaxs nomidan pul yechish, soxta ma'lumotnoma ishlatish va muddatli hujjatlarni nazoratsiz qoldirishdir. Yangi qoidalar va kuchaygan tekshiruvlar shuni ko'rsatadiki, endi har bir ma'lumot ko'proq solishtiriladi. Har bir to'lovning asosi tekshiriladi. Men sizga tavsiya qilaman, bugunoq hujjatlaringizni ko'rib chiqing. Pensiya turi va shartlarini aniqlang. Muddatli hujjatlarning sanasini yozib qo'ying. Ishonchnoma va bank kartasi masalasini tartibga soling. Agar biror shubha bo'lsa, mahalla, davlat xizmatlari markazi yoki pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Savolni yozma bering, javobni saqlab qo'ying. Sizningcha pensionerlar uchun eng ko'p muammo tug'dirayotgan masala qaysi? Bank kartasimi? Nogironlik hujjatlarimi? Chet elga chiqishmi yoki ish stajimi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, qarindoshlaringiz, qo'shnilaringiz bilan ulashing. Chunki bitta vaqtida berilgan maslahat bir oilani katta tashvishdan saqlab qolishi mumkin.